Kelin, choy siz damladingizmi? Ha, men. Siz qora choy icharmidingiz? Yo'q. Onam rahmatli choyiga o'xshabdi. Rahmat sizga. Shu bekor bo'lgan paytlaringizda bizni kampirga ham o'rgatib qo'ysangiz bo'lardi. Ha, kampir? Uf. Hazırlaştım. Kampirim bugun 18 ga kirgan kelin. Ha, oyijon, yana bir bor tabriklayman sizni. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. O'g'lingiz aytgandilar. Arzimasa ham mana shu sovg'ani olgandim sizga. Kelgusi yil xudo xohlasa bundan ham yaxshisini olib beramiz. Rahmat. Ha, oyimga sovg'a beryapsanmi? Qayerdan olding? Iya. Ertalab o'zing olib kelib berding-ku. Oyijon, bu nima deganingiz? Nima, men merovmanmi? Hech narsani tushunmasam. Qachongacha bu kambag'al xotiningni ketini yopasan?